Alloh taolo tomonidan berilgan buyuk ne'mat va buyuk omonatdir. U bolani omonatdor ekanligini his qilishlik, o'sha farzandimizni kelajakda zarari yetmaydigan bola qilib tarbiyalashlik, shundagina omonatga vafo qilgan bo'lamiz. Agar bolalarimizni Xudo saqlasin qaysidir ma'noda odamlarga zarari yetadigan qilib tarbiya qilgan bo'lsak, biz omonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun xulosani qilaylik akalar. Yo foydasi tegadigan bola qilib tarbiya qilaylik, yo zarari tegmasin hech bo'lmasa. Yo foydasi tegsin, yo zarari tegmasin. Shu ikkovidan bitta narsani o'ylab qo'yaylik. Hatto tarbiyani shu darajada foydasi borki, tarbiyalik bola, bu Luqmon Hakimning gaplari. Tarbiyalik bola bu dunyoda dada busiga va odamlarga katta zaxira bu deydi. Tarbiyalik bola ota-onasi uchun dunyo va oxiratda katta zaxira deydi. Xalq uchun bo'lsa bu dunyoda katta zaxira. Sabab bugun bizga o'zini tarbiya, ta'lim odobi bilan qanaqangi katta foyda keltirayotgan tarbiyalik bolalar bor. Shu joyga qanaqadir xalqning manfaati uchun nimadir zo'r ish qilayotgan bolalar bor. U nafaqat ota-onasi, balki millat uchun, xalq uchun ham juda katta foydasi bor. Sabab u bolalarda ta'limi bor, tarbiyasi bor, fidoiligi bor, vijdoni bor. U vatanini o'ylaydi, u millatini o'ylaydi, u dinini o'ylaydi u. Lekin yomon bolachi. Bu dunyoda ota-onasi uchun ham, millat uchun ham zarar bu. Ota-ona uchun oxiratda ham zarar bu. Sabab o'zingni mas'uliyatingni, vazifangni bajarmaganliging uchun endi bolang tufayli endi azoblanasan deydi. Shuning uchun bolam tufayli qiyomat kunida mas'uliyatim, ya'ni savol-javobim qiyin bo'lmasin degan ota-onalar bolamizni har jihatini tarbiyalab qo'ying. Ruhiy tarbiyasi, iymoniy tarbiyasi, qalb tarbiyasi, aql tarbiyasi, jismoniy tarbiyasi, hayot tarbiyasi, hamma tomonni tushuntiraylik. Qizlarimizga qizlik, ibo hayo, odob axloq, pazandalik, hayotga tayyorlash, shu narsalar zo'r o'rgataylik. O'g'il bolalarimizga g'urur, hamiyat, shijoat, g'ayrat, dovyuraklik, shu narsalarni o'rgataylik. 7-8 yoshar bola g'ingshib eshilaversa, ayting bolamizga, "Ey sen erkaksan, sen kalling bormi seni? Necha suzilaverasan, necha tirjayaverasan, necha yig'ilaverasan sen? Sen o'g'il bolamisan o'zi" deyish kerak. Tushuntirish kerak bolaga. Bolada o'g'il bolalik paytdagi hissiyotni o'g'atib qo'yish kerak. Keyin bola tarbiyasida aytadiki, "Bolangni jir ko'rmaginsan" deydi. Sen bor, nimani bilarding? Bitta fikr bildirsa, haligini bolani fikrini bizga gapirishni kesaversak bor, bo'ldi, bolamiz 30 yoshda ham o'sha go'licha 7 yoshgacha qolib ketadi. Fikri, dunyo qarashi. Bizning xatolarimizdan bittasi shu. Bolamiz bilan do'stdek gaplashmaymiz. Keyin nima bo'ladi? Sir aytmaydi bizga. Keyin nima bo'ladi? Hamma yo'q asvo bo'lgandan keyin ichki ishlar bizni bir joyga chaqirgandan keyin bilamiz. Ota-onalar bolasi bilan sirdosh bo'lish kerak. Sirdosh bo'lishimiz kerak. Bizga keluvchi dardini bemalol aytsin, gapirsin. Inson o'lganda payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, amali to'xtaydi deganlar. Ya'ni gunoh ham savob ham qilolmaydi o'lgan odam. To'g'rimi? Endi aytayaptilarki, agar yaxshi farzand tarbiya qilib qoldirgan bo'lsa, o'lgandan keyin ham ajri borib turadi dedilar. Tasavvur qiling, mana hozir shu yerda o'tirganlar solihlik uchun o'tiribdi-da. Mana ota-onasi o'lib ketganlar bor-ku, tasavvur qiling, hozir ota-onamizga bizdan bo'layotgan savobdan ularga ulush boryapti hozir. Qanday mazza-da bu bizga? Shu maza bizga ham bo'lsin desak, keling o'g'il qizlarimizni soliha qilib tarbiyalaylik. Kelajakda odamlarga manfaat tegsin, o'qisin, intilsin, harakat qilsin. Bola tarbiyasi yana biz bitta xatolarimizdan bittasi, juda ko'p aytaman. Bola o'zi xohlagan yo'nalishga yo'naltirmasdan biz o'zimiz xohlagan yo'nalishga yo'naltiramiz. Bola o'shaning uchun bizdan hech kim chiqmayapti. Bolangiz nimani xohlayapti? Gunoh bas, jinoyat bas narsani xohlayaptimi? Bo'ldi, siz kimligingizga qaramay yo'naltiring o'sha yo'nalishga. Duradgor bo'laman deyaptimi? Qiling duradgor. Yo sen savdogar bo'lasan demang.
Svarshi bo'lasan demang qassobchilikka qiziqqan bolamizni. Bo'lsin qassob. Nasha ekib sotaman desa, yo'q bolam, bu jinoyat, mumkin emas, harom, nasha ekib sotib bo'lmaydi. Ko'hnor ekib yo'q bo'lmaydi. Qo'shni davlatdan gerang olib sotib olmoqchiman, zo'r biznes ekan. Yo'q, bo'lmaydi bolam. O'g'irlik, yoshi yorib oraman dada desa, yo'q, to'g'ri bolam, sen yorib orasan, biz ham yorilib ketamiz. To'g'ri kelmaydi deb bolalarimizga tushuntiraylik. Bo'lmaydi, bu kasb tanlama deyish kerak. Sen kalling zo'r ishlaydi, o'g'irlik qilmagin, ki zo'r programmist bo'lgin, yo arxitektor bo'lgin, yo nimadir bo'lgin desak, inshaalloh yaxshi bo'ladi shunda, Xudo xohlasa. Qarang, payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlar. Qiyomatda bandani darajalari ko'tarilib, nomoya amali berilsa ko'rib, men bu umuman bunaqangi darajatli ishlarni qilmagan edim-ku desa, bir farishta aytadiganki, sen hayotingda ota-onang uchun istig'for aytuvding-ku. Ota-onang uchun. Allohumma g'firli va li validayya bor-ku. Va li validayya degani dadam, buvam degani. Ota-onang uchun aytgan istig'forlaring sababli senga shunaqangi darajati, maqomi baland bo'ladigan amallarga seni daftaringni to'ldirib yuborganmizdirkan. Bu qarang, plyusligini, bolani o'ziga ham plyus, dadaga ham plyus. Eng kamida namozxon odam bir kunda ota-onasiga 5 mahal istig'for aytadi. 5 mahal hamki bomdodda 2 ta bo'ladi, sunnatda 1 marta attahiyotdan keyin, farzda 2 marta attahiyotdan keyin. Peshinda 3 marta bo'ladimi? Sunnat, farz, sunnat bormi? 2 ga 3 5 ta hisoblab turing. Asrda bitta, 6 ta bo'ldimi? Shomda 2 ta, 8 ta bo'ldimi? Xuftonda 3 tami? 11 ta bo'ldimi? Bu degani bir kunda 11 mahal istig'for aytadi namozxon bola. Bu eng kamini aytyapmanmi? Agar uni oralarida aytmasa agar. Eng bo'lmadi deganda 11 marta aytadi. Bu qarang, bu darajatlar menga qatdan keldi desa, dadang buvini duo qilavding-ku. Shuning uchundir ekan. Ha, endi dada buvisining gunohi ham kechiriladi. Tasavvur qiling, ey Xudo, dada buvimning gunohini kechir. Ey Xudo, dada buvim gunohini kechir deb o'lgunimizgacha aytaveraylikchi. Albatta kechiradi inshaalloh. Bu degani, bu betdagi bu gapni aytishimiz sababi, biz o'zimizni bolamizni zo'r tarbiya qilib vafot qilib ketsak, nafaqat bu dunyoda, balki qiyomatda inshaalloh bizni juda yaxshiliklarimizga sabab bo'ladi, Xudo xohlasa. Aytadilarki, sen bolangni juda chiroyli tarbiya qilgin. Tarbiyasini chiroyli qilsang, sen chiroyli ihson qilgan bo'lasan. Ha, Alloh Qur'onda hal jazaul ihsani illa al ihson degan. Ihsonda yaxshilikning mukofoti faqat ihson, yaxshilik degan. Bu degani, sen bolalaringga zo'r yaxshiliklarni o'rgatgan, inshaalloh qiyomat kunida juda katta yaxshiliklarning ajrini olasan deydi. Payg'ambarimiz alayhisalom hadislari bor. Ota-ona bolasiga odob, axloq, tarbiyadan ko'ra yaxshiroq meros qoldirmaydi deganlar. Bu degani bizdan keyin bolamizga chiroyli odob va chiroyli ta'limdan boshqa zo'r meros yo'q ekan o'zi aslida. Shuning uchun bolalarimizni tarbiyasida akalar qayg'urishimiz kerak, qattiq turishimiz kerak bo'ladi. Bola tarbiya qilishlikda lekin ota-onani ixlosi, xolis, Alloh uchun deyishi juda katta rol o'ynar ekan. Sabab bugun bolani tarbiya qilishlikda, bir oliygohlarda o'qitishlik, madrasalarda o'qitishlik, uni qori qilishlik, uni professor qilishlik, uni olim qilishlikda kimlargadir o'chakishib, palon joyda mansabini olamiz. Sen palon joyda ishlasang, palon joyda o'qisang, butun urug'qa obro' bo'ladi degan niyat bo'ladigan bo'lsa, bunga ajr berilmas ekan. Shuni unutmaylik. Ha? Bitta odam bilan olishib, bir karraga ko'rasan, bolamni o'qitib, seni 10 ga har qanaqasiga o'tqizaman degan bolasi hozir ko'chada adashmasam dumbil sotib yuribdi. Agar o'sha aborotini ham chekib olmagan bo'lsa, men real shuni guvohiman o'zim. Birov bilan urushib shu gapni aytgan. Haqiqatda o'qitdi, haqiqatda bitirdi, haqiqatda diplom oldi. Lekin qarang, 15 yil, 20 yil o'tgandir o'sha urushganiga. Harakat qildi, o'qitdi, bitkizdi, lekin hozir bolasi u yo'nalishda bas ko'chada Xudo saqlasin,
juda xor holatda yuribdi. Shuning uchun har bir ishda niyat juda katta rol o'ynar ekan, xudo xolasa. Xullas azizlar, bolalarimizni hozirgi kunda ayniqsa mana maktab adashmasam tugadi maktab. Inshaalloh kanikulga chiqishdi. Bolalarimizni bo'sh vaqti dushmanning ish vaqti deydi. Dushman shayton bor, dushman ichimizda bor, dushman tashqarilarda bor. Dushman o'zimizda yashab chiqib ketib, hozir o'zini millatini, o'zini vatanini bular najas, bular kofir, bular odambas deyotganlar bor. Dushmanlarimiz ham anchagina yetarli. U biz yinanishga qo'rqmaymiz ulardan. Yaxshi kuch kirsa yo'g'ib ketadi. Prosta bolalarimiz zaharlanib qolmasin. Ular internet orqali juda ko'p xabarlar tarqatishyapti, har xil gap so'zlar. O'zimizni yashab turgan joyimiz haqida qadega bir ko'r-ko'rona yangiliklarni gapirsa, uni gap qilib ko'tarib yurib, o'zi yashab turgan joyda, o'zi yashab turgan hukumatni yomon ko'rib, naflatdan yurganlar bu. Ha, desiz, "Meni eshitdingda" deydi. O'zing chetda yashayapsan, ko'ryapsan-ku hayotda. Bu haqiqatda olganda kallasini ishlatgan, mehnat qilgan, harakat qilgan odam kim qiynalyapti? Harakatimizni qilaylik, ham yo'qni qilaylik. Shunda ham bo'lmayapti-yu desiz, o'zingiz iymon keltirgansiz-ku, iymonimiz bor-ku shu narsaga, taqdirda yaxshi, yomoni Xudodan bo'ldi, tamom. Berishni xohlamadi, bermabdi. Bo'ldi, shuna bo'lish kerak. Vaqtimiz ham yaqinlashib qolibdi, shuning uchun bolalarimizni imkon darajada hunarga, yo qanaqadir tilga, til ilm degan ulug'larning gaplari bor. Xullas, bolani bezillatmagan holatda qanaqadir ta'lim tarbiyasiga mana shu 3 oylik kanikulda ham bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoki mabodo bir joyga dam olgani olib borsak ham iltimos qilgan bo'lardim. O'zimiz olib boraylik bolalarimizni azizlar. O'zingiz olib boring. Tog'alar, amakilar, dadalar, onalar, o'zimiz olib boraylik bolalarimizni. Yoshlarda hozir o'zini yolg'iz qo'ymanglar. Vechirlariga, tug'ilgan kunlarga ruxsat bermanglar. Juda ham o'ta darajada axloqsizliklar bo'lyapti bu joylarda. O'ta axloqsiz ishlar bo'lyapti. Ayniqsa bu 8, 9, 10, 11-sinf degani bu endi podrastkovoy yoshdagi bolalar, u balog'at yoshidagi bolalar. Bo'ydoqlik, jinnilikdan bir uchirma deyilganda, jinnilikdan jichcha bir doza bo'ladi bularda. Shuni jichcha nazorat qilib turmasak, berib qo'yamiz bolalarimiz. Har tomonlama jinsiy buzuqlikdan, ma'naviy buzuqlikdan, e'tiqodda buzuqlikdan bolalarimizni asraylik, saqlaylik, tarbiyasini nazorat qilaylik. Bolam uxlayapsanmi? Ha deb kirib yotgandan keyin u uxlagan yo u qo'lida internet, telefonda u boshqa narsa ko'ryapti. U telefonni yana qayta aytaman, iltimos olib qo'yinglar. Yosh avloddan internetli telefonni qo'y. Umuman telefon zotini olib qo'yinglar. Mabodo foydalanish kerak bo'lsa, o'zingizni nazoratingizda foydalansin. Aka, men bu gapni adashmasam bugunda o'zi 10 marta qaytardim. Men bekorga aytmayapman bu gapni. Menga kelayotgan informatsiyalardan, internetda ko'rayotgan informatsiyalarimdan kelib chiqib aytayapman. Shulardan kelib chiqib men o'zim bolalarimdan shuning uchun telefonni olib qo'yganman. Nima, men qo'liga internetda telefon olib berib qo'ya olmayman. Siz olib berib qo'ya olmaysizmi? Olib berib qo'yamiz. Maqsad bolalarimizni qo'ldan boy berib qo'ymaylik. Tarbiya buzildi degani bo'ldi, bolamiz qo'ldan ketdi degani. Mana bugun dada busining gapiga kirmayotgan bolalar nimaga kirmayapti o'ylaysiz? Tarbiya izidan chiqib ketib qoldi. Bugun ochiqini aytganda sir emas, bu ham sir emas. Balog'at yoshiga yetgan 17, 18, 20 yoshli bolalarni eplolmayotgan ota-onalar juda ko'p. Nihoyatda ko'p. Umuman gapiga kirmaydi ota-onasini. Umuman qayiqmaydi ham. Hatto so'ramaydi ham ko'chaga chiqib kelsam maylimi deb. Umuman bu ota-onaning o'zini xatosi bu. Bola ota-onani yaxshi ko'rsin va uni orqasidan hayiqsin. Bu degani ota-ona o'zini shundan tutsinki, ota-onasini yaxshi ham ko'rib qolsin va hayiqsin. Ota-onaning o'zini siri bo'lsin. Ota-ona o'zi namuna bo'lsin. Hakimlarning gaplari bor-ku, sen chiroyli gaping bilan bas, bolangni chiroyli gaping bilan tarbiya qilma, chiroyli namuning bilan tarbiya qil deydi. Biz o'zimiz namuna bo'laylik. Ey akalar, tog'alar, amakilar, mana shu yerda o'tirgan, mana tog'a o'tiribmiz, amaki o'tiribmiz, akalar o'tiribsizlar, ukalar uchun, dadalar o'tiribmiz, opa-dadalar o'tiribmiz. Mana 5 ta shaxs. Biz o'zimizni o'ynaylik. Tog'a o'zi chataq bo'lsa, jiyanlar undan nima xulosa oladi?
bolalar bilan mehr alishtirib, o'g'il, nevara, jiyanlar bilan qanaqadir o'tirib turish kerak, suhbatlashib turish kerak, gaplashib turish kerak. Sabab bular endi 18, 19, 20 yil yashagan bo'lsa, biz 40, 50, 60 yil yashadik-da. Bizda 60 yilga tajriba bor, 50 yilga, 40 yilga tajriba bor. Hayot darsi bor. Men buna bo'lganimda qoqinganman, zarar ko'rganman, lekin noto'g'ri fikr berib qo'ymaylik. O'zimizni fikrimizni berib qo'ymaylik. Chunki sizning fikringiz, meni fikrim bu to'g'ri fikr degani emas-da bu. Shunda inshaalloh go'zal bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilaylik, hammamizni tavfiqda, ibodatda, hidoyatda o'zing bardavom qilgin. Hammalarimiz ilohim farzandlarimiz o'ylaganimizdan ko'ra ziyoda esli, xushli, ibodatli bo'lsin ilohim. Farzandlarimizni Xudo saqlasin, dog'ini ko'rishdan o'zing saqlagin Parvardigor. Bu dunyoda, u dunyoda, ikkovi dunyoda ham ota-onasi rahmat olib beradigan, xalqiga, millatiga, diniga asqatadigan farzandlar bo'lib ulg'ayishlarni Allohim o'zing nasib qilgin. Jamoatdan duo so'ragan, uzoq yaqindan kelgan duo so'raganlar bor, hammalarini qadamlariga ajr hasanot bergin, qalblaridagi yaxshi niyatlarga ziyodasi bilan yetkazgin ya Arhamur Rohim.